Operatsiyadan chiqqanimizdan keyin albatta o'z operatsiyalarimizni tahlil qilish va analiz qilish bu juda ham muhim hisoblanadi. Mana hozir men ham bitta qiyin operatsiya qildim va shu operatsiyamni hozir tahlil qilib turibman. Bu yerda bitta kasalimizda o'ng tomonlama ginekolektomiya amaliyotini bajardim va bularda oldin 4 marta qorinda operatsiya bo'lganlar va bu kasallarni IMT, ya'ni indeks massa telolari 47, ya'ni o'zlarining kilogramlari 130 kilogramlik bir erkak kishini operatsiya qildik. Va bularda siz bilasizmi, men ko'p marta qaytarganman, onkologiyada limfodiseksiya bu juda ham muhim hisoblanadi. Va men shu limfodiseksiyani hozir tahlil qilib turibman operatsiya videosida. Mana hozir ko'rsatishim mumkin. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bulardan mana shu birjeyka deymiz, birjeyka tonka kishki настолько выраженный bo'lgan, mana shu yerda yaxshi ko'ringan. Mana hozir ozgina orqaga qaytib turaman. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu нижний брежечный vena, ya'ni o'sha bizning o'zimizning tilimizda aytadigan katta vena hisoblanadi. Shu venani atrofida обязательно limfodiseksiyani, ya'ni butun limfa to'qimalarni tozalab chiqish onkologiyadagi prinsiplardan bittasi hisoblanadi. Endi bu yerda qiyinchilik shundan iborat ediki, spayishniy, o'sha massivniy spayishniy protses, shunga qaramasdan biz bularga mini-invaziv laparoskopik usulda bu operatsiyani taklif qildik. Mana shu ko'rib turganingiz katta vena hisoblanadi va mana shu venani oldidagi limfodiseksiya va bu aorta. Mana shu eng opasniy zonalardan bittasi hisoblanadi organizm uchun. Yana bitta narsani men ta'kidlab o'tmoqchiman. Mana men ko'rib turgan Instagramda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ichimizda hamkasblarimiz ham bor va shularga ichida xirurglarimiz ham bor. Albatta koloproktolog va onkologlar ham bor. Men bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Onkologiyada limfodiseksiya bu haqiqatan ham eng kerakli jarayonlardan bittasi hisoblanadi. Chunki imенно shu regional metastazирование deb aytamiz. Regional metastazlar ko'pincha nepolniy yoki neadekvatniy limfodiseksiya bilan ham bog'liq. Mana hozir masalan ko'rsatdim men sizlarga. Ayniqsa o'ng tomonlama ginekolektomiyada qanchalik limfa to'qimalarini terib chiqish muhimligini shu mana videoda ham bilsanglar bo'ladi. Va albatta yana bitta narsani aytmoqchimanki, har bir mana xirurg o'z operatsiyalarini va o'zini mana shu amaliyotlarini analiz qilishi, tahlil qilishi bu juda ham muhim narsa hisoblanadi. Chunki har gal qancha tahlil qilsangiz, keyingi operatsiya ancha yengil o'tadi va ko'pgina mana shu texnik momentlarga e'tibor beriladi.